Hayotda shunday g'alati bir haqiqat bor. Ba'zan eng katta omadsizlik ko'rinishida keladi. Sen reja qilasan, harakat qilasan, ishonasan, lekin baribir hammasi o'ylagandek bo'lmaydi. Rad etilish, yiqilish, yo'qotish. Shu paytda inson o'ziga bitta savol beradi. Nega aynan men? Lekin vaqt o'tadi va birdan tushunib qolasan, agar o'sha yomon voqea bo'lmaganida, sen bugungi joyingga kelmagan bo'larding. Omadsizlik bu yakun emas. U faqat yo'nalishni o'zgartiradigan signal. Har bir yopilgan eshik ortida yana ochilmagan eshiklar bor. Muammo shundaki, ko'pchilik odamlar birinchi yopilgan eshik oldida to'xtab qoladi. Aslida esa sen yutqazmading, sen o'rganding. Hayot seni sindirmaydi. U seni kuchliroq qiladi. Va eng katta haqiqat shuki, sen o'ylagan omadsizlik, balki sen hali tushunmagan omaddir.